Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyamızı başlayımız. Leksiyada sizge acıyoruz, Washington'dan sözlerimiz. Bugünkü sözlerdiği leksiyamız birinci, yakından beri ciddi dep qaralgan haberler mesela Singapur, Shangri-La'da açılgan devletlerninki her bir işlerine ait yığını. Ondan keyin 6 ayının 23. günü Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin Cumhurbaşkanı ziyaret kıldı. Ondan keyin hazır 6. günü bugün Beijing'de Cumhur-Amerika stratejik iktisat sohbeti başlandı. Müştahordi haberlerden vatandaşlarına haberdar kılımız. Bugün leksiyamızı şu noktada sözleyimiz. Birinci mavzu Janubi Deniz meselesi de til urushi. Amerika Qo'shma Shtatlari qizil tanab tortdi. Yaponiya aybladi. Jungo ojiz holatda qattiq maydonni ko'rsatdi. Mavzuli xabar 6 ayning 4 kuni Vanvetor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Dal hozir Singapurda o'tkazilayotgan, endi vaqt o'tgan bo'lsa shunday so'zlayli. Dal hozir Singapurda o'tkazilayotgan bu yillik Shangri-La suhbat yig'ini birinchi kunida xali muloyim, xali jimjit suhbat olib borgandan keyin haftaning 6 kuni, 6 ayning 4 kuni har qaysi davlat vakillarining so'zlagan so'zlaridan yolqon, kuchqon chechilishga boshladi. Shangri-La suhbat yig'ini Angliyaning Xalqaro tadqiqot instituti bilan hamda Singapurning davlat mudofaa ministerligi, Osiyo tadqiqot instituti hamda Singapurning davlat mudofaa ministerligi, Osiyo bexatarligi yuqori darajali komitetining ishxonasi birlikda qurib chiqqan yillik yig'indir. Bundan burun 2002 yılı təşkillab yığın açqan yıllık dialog munbiri idi. Munbarning adresi Singapur şəhərinin mərkəzidəki Shangri-La mehmanxanası o'rlashtirilganligi uchun şuna bu mehmanxonaning nomi bilan bu yig'inning nomi birlashib ketgan. Amerika Qo'shma Shtatlari qizil tanab tortdimi? Yığın qatnaşqan Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Ashton Carter nisbatan muloyim sifatda harbiy ishlar hamkorligini ta'kidlab hamda rayon bexatarligi to'g'ri qurishni chaqiriq qilgandan keyin nihoyat salobatlik oldi Jungoning Janubi dengizdagi harakatlarga qizil tanab tortib berdi. Ashton Carter, Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Ashton Carter nutq so'zlab Jungoni ogohlantirib, Huangyandao oralida to'p tindirib, orol yasab yurguchi bo'lma. Shunday keskin aytdi. Huangyandao oralida to'p tindirib, orol yasab yurguchi bo'lma. Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat mudofaa ministri Ashton Carter yana mundaq ko'rsatdi. Agar Jungo Huangyandao oralida orol yasaydigan bo'lsa, eg'er oqibatga qoladi. Bu Shangri-La yig'inida so'zlayotganda to'q. Agar Jungo Huangyandao oralida orol yasaydigan bo'lsa, eg'er oqibatga qoladi. Ashton Carter mundaq ko'rsatdi. Amerika kelgüsünün her qandaq bir paytlarda Asiya Tinch okean rayonida harbiy kuch ve bu rayonning bexatarligini kapolatga ega qilguvchi davlatdir. Bu nuqtada gumonlanishga bo'lmaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Tinch okean urush rayonining qo'mondoni admiral Harry Harris to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatib, qizil birinchi to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatib geçiringlar. To'g'ridan-to'g'ri ko'rsatib, qizil tanab mumkin bo'lgan ahvol ostida Jungo bilan hamkorlashishni umid qilamiz deganlikdir. Aytib kam so'zlik bilan, kamtarlik bilan qizil tanab deganimiz agar xolisi Jungo bilan hamkorlashishimiz deganlikdir. Lekin biz Jungoliklarni harbiy ishlar bilan qarshi olishga tayyorlik qilishimiz kerak. İki cümle, lekindan keyin birinchi jumla, lekindan keyingi jumla.
Dastlabki jumladaydi biz Jungo bilan hamkorlashishni xohlaymiz. Bu biz tortilgan qizil tanap deydi. Lekin biz Jungoliklar bilan harbiy ishlar bo'yicha qarshi elishga, Jungoliklarni harbiy ishlar sohasida qarshi elishga tayyorlik qilishimiz kerak. Yaponiya harbiy ishlar bo'yicha yordam berishga va'da berdi. Yaponiya qo'g'dinish nazoratining vaziri Jungo Ivan Jungo'ning Janubiy dengizda orol yasab harbiy aslihalar qurilishi bilan shug'ullanganligini qattiq ayblab, o'z oldiga ish ko'rish xatarlik, majburlangan ish deb ko'rsatdi. Jungo Ivan so'zida va'da berib, Yaponiya Sharqiy Janubiy Osiyoning bexatarlik qo'sh qurilmasiga yordam berib, Jungo tarafning qistab kelishiga qarshi turishni qo'llaydi. Bu mundaq dedi. Janubiy dengiz masalasida har qanday bir davlat qo'lini qo'yishtirib qarab tura olmaydi. Jungo vakili radiya berib mundaq ko'rsatdi. Shangri-La yig'ini qatnashgan Jungo tarafining tunji vakili Jungo Kompartiyasi Markaziy harbiy ishlar komitetining a'zosi, Birlashma harbiy shtabning muavin boshlig'i Marshal Sun Jiangu Amerika va Yaponiya vakillarining ko'z qarashlariga raddiya berdi. Sun Jiangu mundaq ko'rsatdi. Amerikaning Jungoni yetim qoldirishga uringan har qanday qilmishlari cho'qim mag'lub bo'ladi. Yig'in qatnashgan Jungo Kompartiyasi Markaziy harbiy ishlar komiteti xalqaro harbiy hamkorlik ishxonasining mudiri Guan Yupi muxbirning ziyoratini qabul qilganda u mundaq ko'rsatdi. Jungo taraf Amerika Qo'shma Shtatlarining Osiyo Tinch okeani rayonida qurilish xarakterli yo'l elishini qarshi oladi. Bu davlat Amerika Qo'shma Shtatlarining bu rayondagi davlatlar bilan normal munosabatlarni taraqqiy qildirishni ko'rishni xohlaydi. Lekin Amerika Ikkinchi dunyo urushidan keyin bu rayonda qo'zg'agan bir qancha maydon urushining tajriba saboqlarini qabul qilishi lozim. Bu yerda bir ishorat beryapti. Biz Amerikaning o'zi tutib olishini, eg'ir besiq bo'lishini umid qilamiz. Amerikaning o'zining prinsiplarini boshqalarga va xalqaro jamiyatga tangmasligini umid qilamiz. Nurg'ilgan xalqaro tahlilchilar Shangri-La yig'ini to'g'risida mundaq ko'rsatdi yoki mundaq tahlil qildi. Amerika bilan Jungo Janubiy dengiz masalasida qop yuraklik bilan kuch selishtir dedi. Amerika bilan Jungo Shangri-La yig'inida Janubiy dengiz masalasi bo'yicha qop yuraklik bilan kuch selishtir deydi.